Maktabni bitirgandan keyin yana 77-yilda Shirkamatlarning fabrikaga ishga kirdim. Keyin 1,5 yil ishlagandan keyin akamnikida turardim-da, shaharda, Urganchda. Keyin akam itdan bo'shatib oldi-da, svязь ishga joylab qo'ydi. Endi majburman. Ishlashim kerak. Kechqurunlari ruscha slovar yodlardim. Qiynalardim. Axir shaharlar aro gaplashish kerak, ishlash kerak, ruscha bilmaslik. Yomon u paytda rus tili davlat tili edi. Keyin texnikumga topshirdik. Ekzamen topshirdik, zaochniy. Ya'ni bu stроительный texnikumda ekzamen oldi. O'qishni bitirdim, yana u yoqda ishladim. Diplomimni oldim deb Toshkentga keldim. Radioga ishga kelsam, Yanja Yoqubovich darrov ishga oldi. Keyin zvuk operator bo'lib ishga kirdim, u ishni meni bilmayman. Shunda Alimxonova menga ustozlik qildi. Keyin ishlarimni ozgina o'rgangan bo'ldim. Keyin studiyani olib keta olmadim. Lekin montajni yaxshi ilib oldim. Endi bizning ishxonada janjal yo'q, janjal bo'lmaydi. Janjal qilamiz, vejliy bo'lishingiz kerak. Halli tutga aytiladi. Muxbirlar bilan vejliy bo'linglar deb. Bu yana Irlandiyalik aytadi. Shu ishladim, 6 yil ishladim. Shundan keyin dekretga chiqdim. Qizimni tug'ganimdan keyin 1 oydan keyin sluhim ketdi. Keyin yana dekretda o'tirdim. Keyin ishga chiqsam, ishlab bilgan bilan muxbirlar chiqib qochardi. Baland qo'yib ishlashimga to'g'ri kelardi. Narigi xonadagilar ham, "Hoy, bizdan zapis ishlashga xalaqit beryapsiz." Keyin majbur bo'ldim. Shu yerni bo'shab ketmoqchi edim. Shunda so'nggi axborotni xo'jayini Xudoyberganov bo'shab ketmang, bu sizga madad bo'ladi deb nima ish bersa ham ishlayvering dedi. Keyin bu borsachilik ishiga o'tdim. Ya'ni menga muhabbat opaga aytdim, menga hech kim ko'rmaydigan joyni bering. Yig'lardim, ko'zlarimni yoshlari yuzlarimni yuvdi. It yuvilmasdi, faqat supurilardi. 2ta podvalni berdi. Supurib ketardim. Keyin shu yerdan ham qog'ozlar olib ketardim, ishxonadan, gazetalar, oq qog'ozlar olib ketardim, muxbirlar ham berardi. Keyin shularni olib kelib topshirardim. Proxodnoyda militsiyalar ham voy, nima ketyapsiz deb tekshirishardi. Ish qilib ular ham o'rganib qoldilar. Keyin nimalardan ham tomonda ham borayotganda ham terardim. Hali unda bakalashkalar yo'q edi. Qattiq shisha, mineralli shishalarni olib borib tirik qilardim. Oyligim oz edi. To'g'ri qiynaldim. Materialni qiynaldim. Yandali 3 oylik olganda ishchilardan pul olib menga berdirardi. Televideniyaga ham yordam berardi. Shu bilan qizimni 5-6 yosh qildim. Qizim 6 oyligidan ishlab boshlaganman. Kafe teplada tabaqadan xalatlarini yuvardim 12-1largacha. Keyin olib borib berardim. Kampirim remont qilardi. Keyin ular patrashkalar berardi. To'g'rini oyoq kallalarini olib kelib sotardim Svetlana magazin oldida. Ungacha qizimga kampirim qarab o'tirardi. Shunaqalab keyin bakalashkalar keyingi nimadan oq qog'oz jurnal olib sotadigan bo'ldim. Anivi makulaturxonadan. Ularni 8 yil sotdim. Qo'ni-qo'shnilarga yoqmasdi narsa sotganim. Ustimga pajarnini ham yubordilar. Qog'oz sotadi. Keyin qarasam Proxodnoyda pajarni kelib turibdi. Aytdim, qaysi og'moq uyda qog'oz saqlaydi deb yolg'on gapirdim. Mana makulaturxona dedim-da, ular qaytib ketdilar. Nima ish qilsam, qo'ni-qo'shlarim osilishardi. Hech kimdan yordam bo'lmas ekan. Aytadi-yu, bo'lsa yo'q bo'lsa berolmaydi, bor bo'lsa ko'ra olmaydi deb. Hech kimdan yordam yo'q, lekin tan berish bor, ozor berish bor. Shu hozir ham hech kim yordam bermaydi, lekin qizim katta bo'lib yordam berardi, lekin u ham kasal tug'ildi-da. U bilan 14 yil olishdim, qizimni dardi yedi. Qaritib tashladi. Oson emas unaqa kasalni eplash. U maktabni bitirdi, qiz yaxshi o'qirdi. Ruschani juda yaxshi bilardi. Olimpiadalarga borardi. Kampirim unga mama deb ayttirdi meni.
Kampirim bilan ruscha gaplashardi, men bilan o'zbekcha gaplashardi. Keyin rus maktabiga berishga majbur bo'ldim, yig'ladim, o'zbek bolamni rus qildim deb. Keyin maktabni bitirdi. Farmatsevtikaga o'zi borib kirdi, o'zi bitirdi. Undan osmonni, kosmosni so'rasangiz, dengizni tagini so'rasangiz, matematika, ximiya, fizikani so'rasangiz ko'zlari chaqnab ketar edi. Hammasini suvda yechib qo'ygan edi. Juda yaxshi bilardi. Lekin kallapan berdi-da. Qizilga bitira olmadi. Nima bo'ldi? Olamdan o'tdi. Joniga qasd qildi. Unaqa kasal 5 marta joniga qasd qildi, 5-sida ketdi. Unaqa kasallar joniga qasd qiladi. Dispanserda yotqizdim. Oxiri ruhiy kasal bolnitsasiga ham yotqizdim. Lekin pensiyaga chiqartirdim. Pensiyaga chiqqan bilan ham 1 oy uyda turdi. 1 oy Xorazmga ketdi-da, o'sha yerda joniga qasd qilgan. Ya'ni bu oldingi prezident o'lgan kuni tunda o'zini chorshabga osgan. Azongacha osilib turavergan. 25 yoshida ketdi. Mama, что ты меня спасешь? Я все равно уйду. Hayotdan menga zavq yo'q. Meni hech nima qiziqtirmaydi dedi. U juda chiroyli edi. Qancha yigitlar so'rardi. Kelishgan edi, lekin nima foyda? Rasmlarini ko'rsangiz ishonmaysiz, nariga telefonda 54 ta rasmi bor. U meni qizim deb o'ylamaysam, asrab olgan deb aytish mumkin. Siz ijarada turgan uy egasi uyini sizga meros qoldirgan ekan, shu to'g'rimi? Akam u yoqda chaqirgani, so'ragan shahardagi uyni beraman kel dedi. Keyin kampirim, "Я теперь никуда не отпущу. Завтра тебя пропишу" dedi. 96da. Boshlaydi dedi. Azon bilan Mantejikka keldi. U paytda qaryanka edi. Propiska qiladigan ayol. Propishi dedi, propiska qildi. Keyin 9 etajga bordi dedi, yerda notarius bor edi, ya'ni uyimiz oldida. Yerga borib zaveshani yozdi. Shu bilan yubormadi. Unda kampirim 72 yoshda edi. Keyin kampirim 3,5 yildan keyin yotib qoldi. 1,5 yil yotdi, qizim bilan qaradi. Qizim 8 ga kirgan edi. Afsus, u qizimni maktabga borganini ko'ra olmadi. Chiroyli qilib tinchirganlarini ko'ra olmadi. Kampirim yaxshi edi. Olamni o'tib ko'mdim.